Assalomu alaykum, Bo'sakfa kuzatib boruvchilari. Mana bugungi montajimiz yana o'z nihoyasiga yetdi. Manzilimiz Marhamat tuman Polvontosh qishlog'ida bo'lyapti. Bu yerga ikkita teraska olib kelib o'rnatib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Profillari alyumin zolotoy Aldox 1 profilida. Oynasi bir qavat yodviy oyna, padagonniylari bilan hamma yo'q penalangan holatda o'rnatib berdik. Hamma liniyasi bir xilda, teva ko'zlari bu tomon ham bir xilda. Zazorlari hamma yo'q go'zal holatda kelgan. Baytga o'xshi 6 ta rom, 2 ta vitraj olib kelib o'rnatib berganmiz. Kimga narxi qiziq bo'lsa, oxirida aytib o'tamiz narxini. Hop, razmerlarimiz. YKS baytga romlarimiz 220 ga 160, keyingisi 230 ga 160, 210 ga 160 ikkita yonma-yon. Bunisi 230 ga 160, 241 ga 160. O'sha razmerlarda qilib berganmiz. Eshiklarimiz bu yerda to'g'rima-to'g'ri ikkita eshik. Ko'rishingiz mumkin, yonlarida gulohoylari ham bor. Eshigimiz tashqariga ochiladi. Hamma yo'q shtabiga ichkarida, faqat teva ko'zi tashqarida bo'lgan. Hop, har doimgidek Bo'sakfada to'rttadan oshiq-moshiq original Falcon ruchkalar, zamoylar. Ochilib yopilishiga baho beramiz. Yetib borib ko'rishingiz mumkin. Zazor yo'q, mana luft yo'q. Qulflanishlari yengil holatda. Ochilishlar ham juda go'zal holatda bo'lgan. Eshigimiz razmeri. Hop. Eshigimiz razmeriga kelsak, общий uzunligi gulohoy bilan 225, eshikning o'zi 2 metr. Hop, ochiladigan joyi общийsi 135 sm qolgan, yonida 55 gulohoy bilan. Ikkita bir xilda qanot, uchoq ko'z bir xilda bo'lgan. Bag'da romlarimiz aytganimdek padagonniylari bilan uzmasdan olib o'tib ketganmiz. Hamma romni ustunining orasini boshidan oxirigacha bir xilda kirishkalari qo'yilgan. Taylar 100% penalangan. Choklari ham hamma joylari go'zal holatda. SPS bosma rezinka. Yu rezinalari ham SPS. Mana hop, rezinkasi bukilishlarini ko'rib turibsizlar. Bag'da bunisi ham SPS yumshoq rezinka. Original oqsama rezlar. Pimas padagonni aytib o'tganimdek qo'rg'alari yaxshisidan. Ustunning oralari. Romlarimizda ikkitadan oshiq-moshiq original delfin. Ko'rishingiz mumkin. Go'zal holatda qilib berganmiz. Bu tomon duolga yopishgan. Tevasi patologiyaga yopishgan. Hop, narigi eshigimizga kelsak, buni ham razmeri bu eshik bilan bir xil. Общий eshik 225. Hop, ochiladigan joyi 135, yoni 55, 2 metr bo'ladi. Yoni 65, ko'zi 55 qolgan. Tay 2 metr, tevasi 225 sm. Bunisini hop, bu tomoni darvozaxonadan kirganda tashqariga o'ngga ochiladigan qilib berganmiz. Bunisini darvozaxonadan kirganda chapga ochiladigan qilib berganmiz. Ikkalasini razmeri, bo'y bastlari hamma yo'q bir xil. Ko'rishingiz mumkin. Zich bo'lgan eshik. Qulflanishlari go'zal holatda. Taylarini ham bir-biriga urgan yotib berdik. Bunisi beton ko'tarilgan edi, buni ham teng qilib bering dedi, tagiga qo'yib ko'tarib o'rnatib berdik. Hop. Bu tomonga kelsak, mana bu yerda bo'g'ish chiqqanida boshlayoniga mana padagonnimizni qo'yib berdik. Bag'i 40 lik padagonni, bag'i 30 lik padagonni boshdan chiqarib chiroyli qilib berganmiz. Bag'dan qaraganda xudo xolasa mana hozir shilib ko'rsatib beramiz. Bilinmaydigan
ko'rishinglar mumkin. Bilinmayotgan karishkalari bilan qo'yib berganmiz. Burchaklari ham o'ziga yarashib turibdi mana. Romgacha bo'lgan. Har bitta romda mana bittadan ochilish. Red pen aytganimdek. Bunisi ham juda yengil holatda. Xo'p, bu burchakni ham bir-biriga chokini go'zal holatda keltirib, kirishkalarni moslab qo'yib, zazorlar har doimgidek 0,5 santimetr 3 millimetr zazor bor. Pena ishib chiqqan sabab katta ko'rinaman. Bu tomonlari ham to'liq taylari penalangan, bu tomonlari ham penalangan. Choklari kirishkalari bilan go'zal holatda. Hamma joyini go'zal holatda qilib berganmiz. Ochilib yopilishlari. Rezinkalarimiz SPS bosma rezinka. Tijlarimiz zimmalita bo'ladigan tijlarimiz. Choklarni ko'rishingiz mumkin. Xo'p, mana. Ko'rishingiz mumkin. Arrani shupi qo'ygan xolos bu yerda. Arra kesganda qipig'i yopishib qoladi. Shu xolos. Har bitta burchagi xuddi shu holatda. Go'zal holatda kelib bergan mana ular arrani shupi. Qo'sa akfada qolinglar. Xo'p, bu teraskamizning narxiga kelsak 20 million so'mga olib kelib o'rnatib berdik. 6 ta primerni olganda 225 ga 166 ta rom. Hop, 225 ga eshikni bo'yi 338. Shuni esimizdan chiqib qolibdi. Eshikni bo'yi 338. Ikkita eshik. Puliga arziydimi? Kommentariyaga yozinglar. Xohlasa kimga shunaqa arzon va sifatli ishlarimiz kerak bo'lsa, chiroyli holatda bitirib beramiz. Faqatgina joyini ko'rib, mana bu xonadonimizga ham kelganmiz. Joyini ko'rib, uka keling, hisoblang. Kelib hisobladik. Narxi ma'qul keldi. 21 million 200 ming chiqdi, 1 million 200 ming so'm. O'tib berdik. 20 million so'mga chiroyli holatda qilib mana bitirib berdik. Shuncha eshiklarni. YouTube'dan ko'pchilik aloqaga chiqyapti. Ishlaring ozgina qimmat bo'lyapti yo ozgina arzon bo'lyapti. Faqat biz joyini ko'rsak, shunaqa holatda bo'lsa, narxini to'shni chiqarib beramiz. Chunki kvadratiga ursak, kvadratiga qimmat chiqadi. Bu xonadonimiz ham faqat rasxotiga hisoblangan. Misol, necha pul rasxot ketsa, xizmatimizni qo'yib aytganmiz. Iltimos YouTube'dan aloqaga chiqsalaring, razmerini to'shni maynaqa chizmalari bilan tashlab bersalaring, hisoblab beramiz. Chiroyli qilib rangini, fasonini chizib tashlab bersalaring, alyumin plas to'shni pulini chiqarib beramiz. Endi borib yo 500 ming qimmat yo arzon chiqishi mumkin. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Qo'sa akfada qolinglar. Qo'sa akfa doimo xizmatingizda. Shunaqa sifatli ishlar faqat bizda bo'ladi. Butun xizmatimiz butun O'zbekiston bo'yicha xizmat ko'rsatamiz. Doimo ishonchli hamkor bu Qo'sa akfa bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like, podpiskani ayamaysizlar. Doimgidek aytganimdek, fevral oyiga bitta obunachimizga bitta rom qilib beramiz. Obuna bo'lishni unutmanglar. Do'stlaringizga kimga shunaqa akfa gizaman degan do'stlaringga jo'natib qo'ysalaring, manfaatimiz tegsa biz shundan xursandmiz.